qatnashchilari bugun yig'ilishimizni yarimizdek aholi bilan uchrashib, bankda bor produktlar bilan tanishtirib, doimiy ish o'rinlari yaratish, bu ish o'rinlari kreditga bo'lgan ehtiyojni o'rganib, kredit talablarini o'rganib, sizlarda bor muammolarni o'rganamiz va qisqacha ma'lumot berib o'taman bizlarda bor produktlar bo'yicha. Bizlarda bugungi kunda mahalla loyihasi bo'yicha kredit ajratilyapti. Kichik biznesga birinchi qadam 312-qarorlar bo'yicha kredit ajratilyapti. Undan tashqari hamroh ayol, yoshlar bo'yicha kreditlarimiz bor. Hozir bir boshdan sizlarga qisqacha ma'lumot beraman, keyin sizlarda bu yerda muammo bo'lsa kredit olishda shularni o'rganib chiqamiz. 312-qaror bo'yicha 7 yilgacha muddatga 3 yilgacha imtiyozlar bilan kredit mablag'i beramiz. Bunda xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida va ishlab chiqarish yo'nalishlarida. Tuman toifasi 4-toifa bo'lgani uchun 20% dan kredit mablag'i ajratamiz. Bunda yo'nalishlari shu 300 dan ziyod yo'nalishlarda ajratamiz. Mahalla loyihasi bo'yicha 5 yilgacha muddatga 2 yilgacha imtiyozlar bilan kredit mablag'i ajratamiz. Buni 25%. O'sha kredit oluvchini plastik kartasiga ko'chirib beriladi. O'zini o'zi band qiladi. O'zi band qilgan yo'nalishda kredit mablag'i ajratib beramiz. 50 million so'mgacha. Endi maksimal summa 50 million so'm. Xohlasa 30 million olishi mumkin, xohlasa 25 million, xohlasa 30 million olishi mumkin. PQ 7-qaror bo'yicha biznesga ko'mak birinchi qadam kredit dasturimiz bor. Bu bo'yicha 17 million so'mgacha kredit mablag'i ajratiladi. 4 yilgacha muddatga 6 oygacha imtiyozlar bilan ajratiladi. Bunda ham bu summa ham plastik kartaga ko'chirib beriladi. Masalan, o'zini o'zi chorvachilik uchun band qilgan bo'lsa, chorvachilik yo'nalishida kredit mablag'i ajratiladi. Plastik kartaga ko'chirib beriladi. Plastik karta olgandan keyin hokim yordamchisi mahalla agenti bilan birgalikda mayda shoxli molalarni, yirik shoxli molalarni borib hududda o'zi tanlagan joydan borib o'sha chorva molini sotib oladi. Oldingi kreditimizdan farqi shunda.